Assalomu alaykum. Xo'sh, Oltspay Rexonasi mana original deb kecha olib kelganim. Ishtirok kodlarigacha bor. Endi buni qizig'ini qarang. Kecha bolamga beruvdim. Ishlatmay turib, o'yinibni qopqoqchasini tushirib qo'yibdi-da. Xo'sh, eng qizig'ini aytay. Buni qarang, mashinniklarni og'ziga solganman, namga tekkizganman, nima qilsa qilgan. Korobkasi uyilib qolgan. Endi hozir buni ko'ramiz. Buni ustiga bitta qizil qog'oz yopishtirib, lekin tagida mana haqiqiy oq yozuvligisi bor, mana qarang. Shunaqayam insofsiz ketadimi odamlar? Buni qarang. Men bu videoni nan degan kasha bor-ku, bolalar ichadigan. Ana shunda ko'rdim. Boshqa bir firmaning ustiga nanni upakovkasini yopishtirib qo'ygan. Shunda hayron qoldim, ishonmay. Endi solishtiring. Mana. Qo'yimsizlar. Ikki mana qaranglar. Bu xo'sh, Ukrainada chiqqan ekan. Bu esa Germaniya, mana Germaniya. Shunaqa ham odamlar ahmoq deb o'ylaydim. Nima bu davlat qasamxo'rlar. Nima olishdan qat'iy nazar ehtiyot bo'lib olinglar. Har qanaqa qog'oz yopishtirilgan narsani qog'ozini ochib. Mana bu yerda esa Ukraina. Kivisi oblast. Zavokastniy. Hatto telefon raqamlari ham to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Rozi emasman degan video bor-ku, shundan bo'ldi bu. Mana oddiy o'zimiz O'zbekistonda chiqarilayotgan Oltspay. Bu yangi, mana hali ishlatilmagan ham. Bu korobkalar ko'chganiga e'tibor bo'lmaydi. Aytibman, kecha yosh bolaga berilgan, bu tirnab tashlaganmi, og'ziga solganmi, nima qilsa qilibdi. Berganim ham yaxshi bo'pti, mana. Yolg'on upakovkasi ko'rinib qoldi. Mashallah. Xullas shu, mana. Olishdan oldin yaxshilab qog'ozlari ajratib, tagini ko'rib olinglar.